Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun birinchi dars AutoCAD bo'yicha Muhandis Academy YouTube kanalimizga a'zo bo'lib qo'yilib, inshaalloh bugundan tekin darslar qo'yilishi boshlanadi. AutoCAD 2023 da ishlashni boshlaymiz. Demak, bo'lmasa boshladik birinchi dars. Xo'p, bugun nimani o'rganamiz? Bugun birinchi navbatda kirish darsi bo'ladi. Kirish darsi biz AutoCAD interfeysi bilan tanishamiz. Interface ya'ni shu ishchi oyna hisoblanadi. Ishchi oyna demak bir boshdan boshlaymiz. Tepadagi buyruqlardan boshlaymiz. Tepadagi buyruqlar birinchisi. Bu mana katta harf bilan ACAD yozilgani, bu yerda nima narsalar bor o'zi. Eng birinchisi shu yerdan boshlanadi. Shu burchakdagi buyruq. Bu yerda nima qilish mumkin? Misol yangi bitta AutoCAD bo'sh oyna ochish mumkin. Yana fayl ochish mumkin, qanaqadir kompyuterdagi fayl ochish mumkin. Save ya'ni saqlash. Ishlangan faylni saqlash mumkin. Save as deb qo'yibdi. Bu inglizchada. Save as deb qo'ygani bu saqlangan yoki ishlangan o'sha ishlab turgan faylni nom berib saqlash, nimadir nom bilan qanaqadir nomni berib saqlash uchun save as, ya'ni nimadir sifatida degan inglizchada save as, nimadir sifatida nom berib saqlash. Import o'z nomi bilan aytib turibdi. Biron narsani AutoCADga import qilish, ya'ni keltirish, ya'ni shu yerga olib kelish. Export chiqarish, ya'ni biron bir faylni eksport qilish. Publish chop etish, print ham xuddi shunday narsa. Drawing utilities, bu yerda juda ko'p ishlatmaydigan bizning buyruqlar bor. Uncha ko'p ishlatilmaydi. Bularni keyinchalik kerakli vaqtdagina ishlatsak bo'ladi. Kerak bo'lgan vaqtda aytib ketaman bu narsalarning nimaligini. Close eng oxirgisi yopish. Demak, birinchi AutoCAD bo'yicha shu. Keyingisi tepada new, xuddi shu narsani boyagi nimalar bu yerda ketma-ket joylashgan. Mana ochish, saqlash, save as. Bu adashmasam telefon bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir buyruq, bu uncha ko'p ishlatilmaydi. Ishlatib ko'rmaganman to'g'risi o'zim bu narsaga. Yana xuddi shunday plot. Xo'p, pastga tushadigan bo'lsak, demak birinchi buyruq bizda mana bu ishchi oynada bir 6-7 ta mana bu yerda bo'limlar bor. Birinchisi eng ko'p ishlatiladigani bizda home. Home bo'limida har xil buyruqlar bor. Mana line dan tortib juda ko'p buyruqlar bor. Bu yerda asosan chizish uchun ishlatiladigan buyruqlar. Insert bo'limi bor. Annotate, parameter, view, manage, output. Xullas shunaqa buyruqlar bor. Demak, insert buyruq. Bu yerda ham biz juda ko'p narsani ishlatmaymiz. Men iloji boricha qisqacha ishlatiladigan, tezroq AutoCADni asosiy bilimlarini egallashga yordam beradigan, 90% ishlaydigan har doim buyruqlarni o'rgatishga harakat qilaman. Keyinchalik inshaalloh ishni osonlashtiradigan buyruqlarni ham inshaalloh o'rgataman. Ya'ni tez ishlashingizga yordam beradigan. Bu yerda uncha ko'p ishlatmaymiz. Mana bu buyruq bizga kerak bo'lishi mumkin. PDF import, ya'ni biron bir PDF faylni olib kirib ishlash AutoCADda. Annotate bo'limi bor. Bu yerda text bor. Tekstda o'sha razmerlari, shakli qanaqa bo'lishi. Bu yerda yana dimension bo'lyapti. Dimension bu o'lchov, o'lchash uchun ishlatiladi. Bu ham o'lchovlar hisoblanadi. Center mark deyapti. Biron bir belgini o'rtasini topadi. Bu multi leader
deyilyapti. Multileader bu biron bir narsani zametga qilib belgilab ketish. Bunday ushlasangiz, mana bunday qilasiz. Mana bu yerda yozib ketasiz. Mana bir nimalar berib, deylik qanaqadir nom berib, biron bir chizmada yozib ketsangiz bo'ladi. Bu shunaqa buyruq hisoblanadi. Bu yerdagi uncha buyruqlarni hozir bugun kirish bo'lganligi uchun qisqacha aytib ketaman. Keyinchalik har biriga inshaalloh to'xtalishga harakat qilamiz. Yana ham kerakli buyruqlarga hammasi bu yerda mingdan oshiq buyruq bor. Uni hammasini o'rganish uchun juda ko'p vaqt talab qiladi. Shuning uchun asosiy buyruqlarni o'rgatishga harakat qilaman. Xo'p, biza keyingi parametrik buyruq. Bu parametrik buyrug'i ham boyagi narsalar. Bu yerda ham masalan mana bu narsalarni uncha ko'p ishlatmaymiz. Bularni juda funksional biron bir nima bermaydi bu chizma chizish mobaynida. Buni asosiy vazifasi bu shu narsalarni buyruqlarni yoqib qo'ysangiz, biron bir chizayotgan vaqtingizda o'sha obyektni o'rtasini topishga yoki parallel ravishda bir narsa biror bir bajarish, perpendikulyar ravishda biron bir siljitish yoki boshqa qilish buyruqlarini yordam beradi. Liner bu ham o'lchash, aligned bu murakkab tuzilgan joylarga mana nomini ko'rsatib qo'yibdi. Mana har xil notekis bo'lgan har xil shakldagi nimalarni o'lchashda asosan aligneddan foydalaniladi. Radius deyapti, diametr, yana bu yerda bu ham asosiy o'lchov narsalar uchun ishlatiladi. View, ko'rinish degan ma'noni anglatadi. Bu narsalardan uncha foydalanmaymiz. Bu yerda biz ko'p foydalanamiz. Propertiesdan foydalanamiz ko'proq. Asosiy shu, bu yerda properties bor. Qolgan narsalar uncha foydalanmaymiz. Manage bo'limi bor. Manage bo'limida ham mana import, export bu yerdan foydalanamiz. Yana nima bo'lishi mumkin? Bu yerda ham mana play bir narsalarni yozib olish mumkin, AutoCADda ham bir nimalar qilish mumkin. Xullas bu yerda juda buyruqlar ko'p, hammasini o'zini alohida vazifasi bor. Ads uncha bu app manager hisoblanadi. Agarda ertaga misol uchun AutoCAD ishlatayotgan bo'lsangiz, tili misol uchun ingliz tili yo rus tilida bo'lsa, mana shu yerga kirib turib o'zini ruscha yoki inglizcha versiyasini sketchat qilib uстановка qilsangiz bo'ladi. Collaborate bu yerda ham o'sha ishlatadigan bizning ishimiz yo'q. Express Tools bu yerda mana tekstni o'zgartirish deyapti, modify text ishlab berish, convert text deyapti. Bu avtonom bir raqamlaydi, masalan obyektlarni raqamlashi mumkin. Bu narsani hozir buni raqamlamas ekan, boshqa bir yozilgan nimalarni obyektlarni yoki harflarni raqamlab berishi mumkin. Bu yerda o'zi hatch bor ekan, mana bu hatchdan ishlatib turamiz, bu shtrix beradi. Keyinchalik yo'l-yo'lakay o'rganib ketamiz inshaalloh. Hammasini bittalab qaysi biri muhim bo'lsa, bu yerda uncha qiladigan ishimiz yo'q. Bu ham bizga uncha kerak emas. Asosiy bizani ko'p buyruqlar ishimizni oson qiladigan mana shu bo'limda, hamma narsa mana shu bo'limda. Mana bu bo'limni yaxshi o'rganib olsak, inshaalloh AutoCAD bo'yicha ancha narsani qo'lingizdan keladigan bo'ladi. Yana bir maslahat o'rganish bo'yicha, bu yerda inglizcha ko'p buyruqlar, iloji boricha agar hozir meni bu aytgan narsalarim esingizdan chiqib ketishi mumkin, ko'pchilikni esdan chiqib ketadi, chunki notanish atamalar bo'lishi mumkin. Shu sababli bitta daftarcha olib yozishni tavsiya qilaman. Misol uchun mana bu nima line debman. Xo'p, chiziq ekan. Men ertaga aytib ketsam, uni line desam, ertaga o'zi
5-chi darsga kelgan vaqtimda mana bu narsani unutib qo'yishingiz mumkin yoki boshqa birini unutib qo'yishingiz mumkin. Yozib o'rgansangiz inshaalloh esingizda qoladi. Nima vazifa bajarishini ham bilib ketasiz. Ertaga biron bir chizma bergan vaqtimda chizing desam, bir narsalarni nima qilib, o'shanda bir joyini o'chirish yoki rangini o'zgartirish qilish kerak bo'lgan vaqtda biron bir ishni shunday daftarni ochasiz, boshlaysiz. Qarab olasiz, ketaverasiz. Mani darsimni ochib, yana qaytadan ko'rib, qaysidir vaqt orasida aytib ketgan bo'laman, u sizga ozroq mashaqqat bo'lishi mumkin. Yozib ketsangiz, inshaalloh o'zingizga foydali. Men o'zim ham boshida yozib o'rganganman. Demak, bugungi qisqacha shu AutoCAD interfeysi bo'yicha shu.